Toshkent metropoliteni bundan ro'ppa-rosa 48 yil avval 1977-yil 6-noyabrda o'z faoliyatini boshlagan va Markaziy Osiyo tarixidagi birinchi metro hisoblanadi. Toshkent metropoliteni qachon ochilganini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Yo'q, to'g'risi. Bilmayman, to'g'risi. Metro qachon ochilgan? Yo'q. 76-yilda. Aslida 1977-yil 6-noyabrda ochilgan. 77. Aha. Bir yilga, lekin juda ham yaqin keldingiz. Qachon birinchi marta shu metroga tushganingizni eslay olasizmi? Abituriyentlik paytimda tushganman. Necha yosh bo'lgansiz? 5 yil oldinda. 5-sentabrda. 17-yil. Necha yosh bo'lasiz? 4-sinf bo'lgan. Necha yosh bo'lgansiz? Bilmayman necha. 5 yil oldin. 5 yil oldin. Nima sabab bo'lgan o'sha birinchi marta tushishingizga? Yosh bola edi ular, kichkina edi. Aha. Necha yosh edingiz taxminan? 10 yoshlar. O'tgan yili tushganman, 18 yoshimda. Shu universitetga o'qishga kirganimdan so'ng. O'sha 77-yilda men O'zbek telefilmida ishlaganda, men o'sha Rashidovni o'sha davrda anaqa qilganda, ochilganda men bo'lganman o'sha syomkada. Nima uchun aynan metroni tanlaysiz? Nimasi qulay? Metro chunki tez, hamyonbop, o'shaning uchun metro qulay. Hech qanday to'siqlarsiz to'g'ri manzilingizga o'z vaqtida yetkazib boradi. Tez manzilga yetkazib qo'yadi, qulay, ham issiq, ayniqsa qish hozir kuz kelgan qish. Qulay. Narxlar yo'l tirbandlik. Probkalar ko'p bo'lishi mumkin mashinada bo'lsangiz ham metroga tezroq borasiz. Udobniyroq, borib kelishlarga. Toshkent metrosining qurilishi 1971-1972 yillarda boshlangan. 1977-yil 7-noyabrda Chilonzor yo'nalishi ishga tushiriladi. Uzunligi 12,2 kilometrli. Bekatlari soni esa 9 ta bo'lgan mazkur liniyaning ochilishi o'sha davr shahar aholisi uchun katta yangilik edi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan asrning 80-yillarida Toshkent aholisi 1,5 million kishidan oshgan. Shaharda transport muammosi paydo bo'lgandi. Markaziy Osiyoda birinchi bor poytaxtimizda qurilgan metropolitenning Chilonzor yo'li ana shu muammo yechimlaridan biri bo'lgan va yirik tumanni shahar markazi bilan bog'lagan. Oradan ko'p o'tmay 1980-yilda ushbu yo'nalishning ikkinchi bosqichi ham foydalanishga topshirilgan. 1984-yilda metroda navbatdagi yangi yo'nalish O'zbekiston ochilgan. Uning ikkinchi qismi esa 1992-yilda to'liq ishga tushirilgan. 2001-yil oktyabr oyida Yunusobod yo'nalishining birinchi uchastkasi uzunligi 7,5 kilometr bo'lgan 6 ta stansiya foydalanishga topshirildi. 2020-yilda mazkur yo'nalishda yana 2 ta bekat ochildi. 2020-yil 30-avgust kuni yangi yerusti halqa metro yo'nalishining birinchi bosqichi 7 ta bekat ishga tushirildi. Shuningdek, 2020-yil 26-dekabrda 5 ta bekatdan iborat Sergeli yerusti yo'nalishi ishga tushirildi va bu Chilonzor metro yo'nalishining davomi bo'ldi. Hozirgi vaqtda Toshkent metrosida 5 ta yo'nalish Chilonzor, O'zbekiston, Yunusobod, Mustaqillikning 30 yilligi va Sergeli yerusti yo'nalishi mavjud. Oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa-da, metro hamon aholi uchun eng qulay va hamyonbop transport vositasi bo'lib qolmoqda.